Roddomga olib bormaganim uchun ming afsus qilgan narsalarim poslerodovый трусики. Birinchi tuqqalar tushunmaydi, ammo bu narsa jonni oromi. Одноразовый plyonka olib bormaganim uchun esa meni uyatga qoldirishgan. Roddomga ham shusiz keladimi deb. Va yana onaga eng kerakli narsalar prokladka va одноразовый полотенце. Вкладыши для грудisiz esa roddomga umuman bormang. Bola uchun roddomga eng kerakligi bu подгузники, влажные салфетки, сухой salfetka va одноразовый полотенце. Roddom sumka yig'a turib, hamma joydagi narxlar bilan tanishib chiqqandim. Faqatgina Baby Shop 24/7 profilida premium narsalarni bozor va magazinlardan ancha arzon sotishyapti. Endi bir pachka pampers olib, bolangizni terisiga yoqmasa, uni butunlay tashlab yubormaysiz. Taglikni tushmasligini tekshirib ko'rish uchun bularda shunaqa probniklari bor. Mana bunaqa vakuumlangan sterilniy paketlarda berib yuboradilar. Baby Shop 24/7 butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradi. Pastda profillarini qoldiraman. Albatta ulov oling, sizga kerak bo'lishi aniq. Eng arzon va sifatli bolalar uchun mahsulotlar faqatgina Baby Shop 24/7 do'konida.